Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib va reklama qilingan Badavlat ayol loyihasi ishtirokchilari loyiha yuzasidan noroziliklarini bildirishmoqda. Menga o'xshaganlar qanchadan qancha shunaqa kuyayotganlar. Ularga ishonib menga o'xshab aldanib qolayotganlar ko'pda. Chunki bir xil ayollar gaplashganimda aytayaptiki, men erimdan beruxsat qo'shilgandim. Erim oilam bilan ajralish arafasida turibman. Badavlat ayol loyihasi 48 dan ortiq top spikerlarni o'z ichiga jamlagan. Mashhur kurs, mashhurlar reklama qilgan kurs. Bu nimaga? Aholini ishonchini qozonish uchun. Chunki o'sha aktrisalar, o'sha xalq taniganlar ishonchga kirib bo'lgan, aholini fikri bo'yicha ular aldamaydi, ular reklama qilyaptimi, demak ishonchli. Ichiga kirilsa nima bo'ldi? Millionlab pullarni olingan. Yana qarang-da, shu shartnoma sharti, ular shartnoma tuzgan. Men u shartnomani ko'rganman. Shartnoma dabdala bir tomonni manfaati uchun tuzilgan. Lekin u shartnomada onlayn o'qitarmishdi, pulni qaytarish offlaynmish. Nega desa, uzum nasiya shunaqa shart qo'yganmish. Shartnoma degani ma'nosi nima? Shartnoma ikki tomonning xohish irodasini ifoda qiluvchi hujjat. Bu degani qonunchilik normalaridan chetga chiqmagan holatda ikki taraf o'z xohish irodasini shu hujjatda ifodalaydi. Imzolamadimi, u yuridik kuchga ega emas. U kursda nima bo'lgan? Ovatganlar onlayn shartnomani ko'rgan, odatda shartnoma 150 ta varaq bo'ladi, uni o'qigisi kelmagan, imzo qo'ygan. O'qigani ham oxirigacha tushunmagan, chunki uni xayoli tezroq moliyaviy erkin bo'lish, tezroq erini rom qilish, tezroq o'sha kursni sotib olsa, aniq u millioner bo'lib ketadi, badavlat ayol bo'lib ketadi. Yana ularga taklif qilinyapti-da, odamlar shunaqa-ku, masalan, pulingiz bo'lmasa agar, mana bu yoqda mana bunaqa imkoniyatimiz bor, bo'lib to'lashimiz bor, unaqasi bor, bunaqasi bor degan sari verbovka deb ya. Голосовой qo'yishgan ovozli xabari 1 tiyinga qimmat, даже bittasi erimdan bekitib qiluvdim. Endi erim ajrashmoqchiman bilan uyimda, oilamda notinchlik. Bu nima degani? Shuning uchun nima qilish kerak? Har bitta hujjatni bir o'qinglar. Pul tikyapsizlar-ku. Mayli siz hech qachon qaytarib olmoqchi emassiz. Uverin siz shu kursdan boy bo'lib ketishingizga. Lekin baribir o'qing. O'sha yerda qaytarib olish sharti bormikan? Qanday tartibda qaytarib olaman? Hozir bu kurs misolida juda ko'p narsani aytyapman-da. Juda ko'p odamlar qaysi xizmatni sotib olsa, nima qilsa, qanaqa munosabatga kirishsa, shartnoma qilish kerak. Shartnoma taklif qilishdi, shunchalik o'zingiz aqlingiz yetmasa, yuristga ko'rsating. U shart emas, menga ko'rsatishingiz. Istalgan, ishongan yuristingizga ko'rsating.